akalar jo'jalarni bir kunligini olib kelib oldi. Birinchi navbatda jo'jalarga nima kerak? Men uyingizda gaz bo'lgan taqdirda ham mana bunaqa issiqlik bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zini zavodskiy lampochkasini topolmadim, sal qizg'ichroq bo'ladi, lekin cho'g'lamani topib keldim. Cho'g'lama lampochka qo'yasizlar. Bu bir adashmasam bir 10-15 kunligacha turib beradi. Imkon qadar pastroq bo'yiga, boshiga moslab qo'yib qo'yaverasizlar. Agar isib ketsa, qaranglar, o'ttasi kamerachimiz yaqinroq olib keling. O'ttasidan qochishni boshlaydi. Agar so'qatsa, tagiga kelib olaveradi. Ko'rayotgan bo'lsalar. Endi bundan keyin nima berish kerak? Qaranglar, jo'jani ahamiyatli joyidan bittasi. Birinchi navbatda imkon qadar bunaqa taxtali joy bo'lish kerak yoki alaqa nima deyiladi, arra to'pon bo'lish kerak tagida. Yo eng minus taraflari buni betonga qo'yib bo'lmaydi va undan keyin temirlarni ustiga qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni jo'jani eng kasal bo'ladigan joyi shu tagida, oyog'ini barmog'i nozik bo'ladi, qatmagan bo'ladi. Mana shu yerdan beradi, o'shaning uchun shabadalanib qolib, o'lib qolish xavfi kuchli bo'ladi. Endi buning uchun nimalar qilib berish kerak? Birinchi kunlikda, birinchi 3 kunlikda nima qilish kerak bo'ladi? Birinchi 3 kunlikda mana hozir mana olib keldim va mana ilmiliq dog' suvga shakarni, ya'ni 3 qoshiq shakarni qo'shib olib beramiz. Ya'ni birinchi kunlikda mana shu shakarni beramiz. Hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bunaqa narsani hamma joyda sotadi, hamma haligi do'konlarda, vet aptekalarda sotadi. Mana olasiz va suvni mana shunday qilib suvni berasiz. Ya'ni dog' suv berasiz. Sveji dog' suv berasiz. Mana bismillah. Bugun hozir birinchi kunimiz, sekin qo'yib olamiz. Kamerachimiz mashinani ko'rsatib qo'ysa yaxshi bo'lardi, iloji bo'lsa. Xo'p, endi undan keyin mana suvimiz berdi, chanqagani o'zi kelib ichishni boshlayveradi. Keyin asosiysi start degan o'zini dorisi bo'ladi. Mana 2 xil dorisi bo'ladi. Qaranglar, bu yerda endi chugalashib qolibdi. Hozir sizlarga maydalog'ini qilib ko'rsataman. Mana 1 kunlikdan 5 kunlikgacha beradigan mana maydasi mana. Startni originalini olasizlar. Va 5 kunlikdan keyin bunaqa kattaroq varianti bor. Keling, kamerachimiz sal yaqinroqdan bitta joyda to'xtab turmay. Ha, bu papugaga mel. Mana bunaqa kattaroq bo'ladi. Buni doni, bunday ko'rsalaringiz sal doni kattaroq bo'ladi. Bu 5 kunlikdan ag'iga berasizlar. Ya'ni 3 kunlikdan 5 kunlikgacha mana shunaqa startni berasizlar, qo'yib qo'yasizlar. Iloji allaqasini topolmadim, usti bo'lish kerak edi. Men topolmadim. Mana shuni berib qo'ysalaring, jo'jalar shuni yeb katta bo'ladi. Uni suvni qo'yib qo'ydim, buni berib beraman. O'zi ovqatlanishni boshlaydi. Bu birinchi kunlikda men sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ya'ni kun davomida sizlarga hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. 1 kunlik jo'jani hozirgi qiladigan ishlaringizni yana qaytarib qo'yaveramiz. Endi ochiqni aytish kerak, betonda turishi mumkin emas, temir joylarda turishi mumkin emas, sovuq uyingizni xonasiga ham qo'yishingiz mumkin emas. Imkon qadar mana bu lampochkani men hozir 10 metr sim oldim. Naryoqda udnitel deb o'ylasam, bu yoqda bor ekan, simga men moslab o'zim razvedka bilan cho'g'lama lampochka qo'yib qo'ydim. Hech bo'lmaganda cho'g'lama lampochka bo'lish kerak bo'ladi. Mana o'sha startdan ovqatini yeyishni boshlayapti. Bu yoqda suv bo'ladi. Suvni ham dog' suv berasiz va undan keyin hozir mana ekranga qo'yib qo'yaman. Ashi doridan, ya'ni oshqozoni bo'ladi. 5 kunlik, 10 kunlikgacha nozik bo'ladi. Tezda virus tushib qoladi. Ya'ni nimadan virus tushadi? O'zini axlatini cho'qib yeb qo'ysa virus tushib qoladi. O'shaning uchun ashi hozir ekranda ko'rib turgan dorilaringdan berishlaring kerak. 2 kun bu suvni bersanglar, 2 kun u suvni berasizlar. Ya'ni o'shanga aralashtirib o'sha dorida. U dorini ham qaranglar. Uzog'i 3 kun, 5 kun berasizlar. Undan ag'iga bermaysizlar. Ashi boshida bir 2 kunlikdan 5 kunlik, 7 kunlikgacha berasizlar. Endi misol 3 kun, 5 kun hamma o'zini sharoitiga qarab beraveradi. Uni jo'jalar o'zi sovqatganlar uxlashni boshladi va yana bitta narsa, mana shunaqa lampochka bo'lish kerak. Birinchisi start bo'lish kerak. Dog' suv postoyanniy 1 oy davomida dog' suv berasizlar. Xo'p, kimlardir start topolmasligi mumkin. Endi start topolmaslarning tuxumni kunligini bittadan solib berasizlar, yeb tugatdimi, yana yangi solib berasizlar. Hali turib qolmasligi, tuxum aynib qolish xavfi bo'ladi. Tuxumni pishirasizlar, mayda qilib berasizlar. Agar startlaring yo'q bo'lsa, mana hozir o'zi yeyishni boshlaydi. O'zi topib, qornini ochib, suv chanqagan bo'lsa, suvni ichishni boshladi. Yaqinroqdan ham ko'rsatib qo'ysangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana yaqinroqdan ko'rsatilinyapti. Imkon qadar mana jo'jalar o'zi yeyishni boshladi. Mana sizlarga ya'ni 10 kun ichida yo'qsa 1 oy ichida qanday boqiladi degan ma'noda videolarda xato kamchiliklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda endi e'tibor bermaysizlar. Hozir hamma yo'qda olib keldim, o'qilni tozaladim, tozaladim. Mana amadinka bor edi, amadinkalarni pastga oldim, u papugaylar bilan turibdi. Endi svet yo'li uchun ko'rinmayapti. Tepada ham mana amadinkalarimiz
bor. Amadinkalari ham eng qimmati, yaxshilari bo'ladi. Va undan keyin biz yonimizda ya'ni bular o'zlaring bilasizlar, kanareykalar. Bu modalari, bu bo'lsa nari, mana bu yerda suv to'sib qolibdi, mana shuni ham ko'rsatib qo'yaveramiz, suvni olib qo'ysak, mana narimiz bu yoqda turibdi. Mana shunaqa ishqibozchilik agar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, albatta videoda davomini ko'rib o'tinglar va bizda yangi bo'lsalar podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Qo'limizdan kelgancha qisqacha ma'lumotlar berib o'tishni boshladi. Ya'ni jo'jani birinchi kunlikdan o'sha aytganimizdek 10 kunligacha qanday boqish narsalarni aytib o'tyapmiz. Shirin suvda aytdik, startda aytdik, qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berdik. Bo'ldi. Mana shunaqa svet eng kamida 10 kun yoniq turish kerak bo'ladi. Kechasi ham, kunduzi ham yoniq turish kerak bo'ladi. Men uyingizda gazingiz bo'lsa ham shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Ya'ni eng ayniqsa asosiy 5 kunligi juda ham muhim. Mana shu bo'yi, ya'ni boshi tegadigan darajada qo'yib ko'rasizlar. Mana boshda so'qatyapti edi, olib kelib qo'yganimdan keyin ko'rib turibsizlar, uje uzoqlashishni boshladi. Ya'ni isigan sari o'zi uzoqlashib oladi, so'qatsa yaqinlashib olaveradi issig'ini hisobiga. Shunga ham ahamiyat berasizlar. Albatta ma'lumotlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizga podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Yana nimalarni chiqaraylik? Akalar, imkon qadar kommentariya yozib ketinglar. Mana hozir jo'jani, ya'ni birinchi kunlikdan, bir kunlik jo'ja. Bir kunlik jo'jadan va o'sha 30 kun bo'lgungacha qanday boqiladi? Va kanareykalarni ham mana misol qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Albatta kommentariya yozib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Yangi bo'lsalar podpisatsiyani bosib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Qisqa lo'nda qo'limdan kelgancha ma'lumot berdim degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like va tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Mana sizlarga ma'lumot, ya'ni jo'jani birinchi kunligi. O'shaning uchun endi 2 kun, 3 kun nima bo'ladi? Bir oy davomida qanday katta qilinyapti? Poteriya bo'ladimi, yo'qmi? Kommentariyada buni kun davomida ko'rib o'tamiz. Kommentariyada fikrlarini yozib ketinglar. Podpisatsiyani bosib qo'yinglar, podpisatsiya bosib qo'yish esdan chiqmasin. Videomizni keyingilarini har kunligini qo'yib boramiz.